Vo, oldi bo'lgan Hadok seti o'yinga qaytibdi. Men videoda eshitish bo'yicha shuni tekinga olsak bo'lar ekan. Endi yana bir marta perilitsionni bosamiz. Voy, ma'mur qaranglar, bittada o'xshadi. Va menga aytinglar, qaysi nomerdan glazokchi mana shu qilib glazok o'taladi. Assalomu alaykum hammalarga, sizlar bilan har doimgidek Real PUBG. Bugungi videomda sizlarni ko'rib turganimdan juda ham xursandman. Bugun sizlar bilan birgalikda ijtimoiy tarmoqlarni portlatib yuborgan bug va layhalarni tekshirib ko'ramiz. Agarda sizlar bu buglarni o'rganib olsanglar, dushmaninglarni yoki sheriginglarni miyasiga перезагрузка bera olasizlar. Nimaga deganda juda ham qiziqarli buglarni topib qo'yganman. O'shaning uchun videoni oxirigacha ko'ringlar. Sizlarga har doim aytganman, prosta tak shu videoni ko'rib turib tekinga UC ishlab olsanglar bo'ladi. Buning uchun shu videoga bittadan like bosasizlar, kanalimizga obuna bosib, qo'ng'iroqchani bosib qo'yasizlar, kommentariyaga 5 ta kommentariy yozib, ID raqam yozib qoldirasizlar. Keyingi videoda random orqali g'olibni aniqlab, o'z UC'sini tashlab beramiz. Mana ko'rishinglar mumkin, bundan oldingi videomiz g'olibi bu kishiga UC'larni tashlab berdik. Agarda sizlar ham yutmoqchi bo'lsanglar, shartlarni to'liq bajaringlar. Unda ortiqcha gap so'z kerak emas. Videoni boshladik. Demak, birinchi videomizni ko'rishinglar mumkin, juda ham ajoyib layhak. Agarda o'xshasa, qanaqa ekan desanglar, eventda boshqa o'rtadan loot oladigan joyda hamma tendaniga bossa, mana misol uchun 2 kishi bossa 2 ta avem, 3 kishi bossa 3 ta avem berar ekan. Hozir albatta tekshirib ko'ramiz. Agarda o'xshasa, realni aytyapman, bu ajoyib layhak bo'lardi. To'g'risi, qaranglar, 2 ta avem turibdi. Davayt unda tekshirib ko'ramiz. Qani unda ketdi. Videoni tekshirib ko'rmasdan oldin men sizlarga ajoyib yangiligim bor. Qanaqa desanglar, men 100 servisga ham bug topib qo'yganman. Ya'ni endilikda bizda 100 servis juda ham arzon. O'zbekistondagi eng arzon 100 servislardan biri. Tezlik, ishonch, umuman gapirish hojat yo'q. Tak sizlarga yana bitta yangiligim bor. Bizda 100 olsanglar, 7 marta oldinglar, o'sha 7-sini olganinglarda sizlarga qo'shimcha bonus 100 tashab beriladi. Hali O'zbekistonda bunaqasi bo'lmagan. Takshda ortiqcha gap so'z kerak emas. Poyizga Real PPM deb yozasizlar, meni kanalim chiqib keladi. Kirib narxlarni ko'ringlar va obuna bosib qo'yinglar. Itak shu videoni opisiyatsiyaga silka qo'ya olmayman, ma'lum bir sabablar uchun. O'shaning uchun poyizga mana yaxshilab e'tibor beringlar. Real PPM deb yozinglar. Takshda yuzini begona qilmanglar, o'zimizdan olib qolaverasizlar. Biz videoni tekshirib ko'ramiz. Xo'p, akalar, mana ko'rishinglar mumkin, biz eventga ham keldik. Endi 3 kishi bo'lib hozir bosib ko'ramiz. Tayyor bo'lsanglar, hozir 1-2 ga sanayman, bosamiz. Bosib olmay turinglar, 1-2 ga sanayman. Tayyor bo'lsanglar. Xo'p, agar o'xshasa, realni zo'r bo'lardi bu layhak. Ayt, qaranglar. 1 2 3. Abdushi borlar, go. Qani ko'ramiz, agar o'xshasa realni. Bizga hozir 3 ta avem berish kerak. Qani. Berdim. Voy. Ya. Amir berdi, bu lekin bizga 3 ta bermadi. Nima uchun bermadi hozir bu? Mana qaranglar, bermadi u. Agarda berganda realni zo'r bo'lardi. Bu video bizda o'xshamadi. Keyingi video tekshirib ko'ramiz. Undan oldin albatta do'stlar 100 mingtaga atiga 8 mingta qolgan. Bitta like bosib, kanalimizga obuna bosib, qo'ng'iroqchani bosib qo'yinglar. Realni men 100 mingta bo'lishini juda ham xohlamayman, qatnashga qo'yinglar. Lekin albatta obuna bosgandan keyin kommentariy yozib qoldiringlar. Men bosdim desanglar, men hammalarga javob qaytaraman. Ishonmasanglar sinab ko'ringlar. Keyingi videoni tekshirib ko'ramiz. Mana bu videoga yaxshilab e'tibor beringlar, juda ham qiziqdi. Hozir bizga ot bilan layha ko'rsatish shekilli. Granatani otdi. Qani? Voy, men hozir nimadir bo'ladi deb kutdim. Realni aytmoqman, nima bu? Prikolni qaranglar. Короче, voy, mana buni qaranglar. Короче, realni menga qiziqdi. Otga biron marta mana shunday granata otib ko'rmaganman. Davayt hozir otib nima bo'lishini ko'ramiz. To'g'risi menga qiziq bu. Albatta sizlarga ham qiziq deb o'ylayman. Otga granata otsa nima bo'lar ekan? Davayt mana shuni ham tekshirib ko'raylik. Bizda hech nima ketmaydi-yu. Voy, xo'ja aka, otmisan, ot ko'rishinglar mumkin. Ot tekshirib ko'ramiz bu ot bilan. Короче, biz hammani yerni otib ko'ramiz. Realni men birinchi marta otga o'sha granata otib ko'ryapman, to'g'risi bilmayman. Qani? Oba, qani ko'ramiz, nima bo'lar ekan? Otni bilsanglar, joni juda ham qattiq bo'ladi. Voy, hech narsa bo'lmaydi-yu. Ha, yotib qoldi. Voy, o'lib ketdi bitta granata bilan. Voy, qanday? Ot ishoninglar, realni aytyapman, juda ham mustahkam, anaqa baquvvat, nima deydi? O'lishi qiyin bo'lgan transportda. Bu bitta granatda o'lib ketdi, men to'g'risi bilmasdim. Realni. Короче, ajoyib zo'r. Esicho.
Mabodo biron joyda foyda tegib qoladi, o'shaning uchun tekshirib ko'rdim, albatta. Menga qiziq edi mana shu narsa. Endi bildik nima bo'lishini. Demak, keyingi videoni tekshirib ko'ramiz. Ma'muriyat ishlari bo'yicha 185 levelli akkaunt bor ekan. Qanaqasiga? Men realni hayronman. Albatta mana shuni tekshirib ko'rish kerak. Bu hech qanaqa bug yoki lifehack emas, prosta o'zim uchun tekshirib ko'rmoqchiman. Menga qiziq, sizlarga ham qiziq bo'lsa kerak. Davay tekshirib ko'ramiz. Xo'p, akalar, mana ko'rishinglar mumkin. Biz ID'sini ham topib oldik, bitta post beramiz. Vo, mana qaranglar, qanday qilib 185 level qilgan? 85 level turibdi-yu. Imini o'sha akkaunt, imini o'sha ID. To'xtanglar, bo'ldi, men tushundim. Bu birat xitrik. Короче, просмотр uchun rasmga bir qilib qo'yganlar-da, o'shanda 185 ko'ringan. Aka просмотр uchun 185 levelli akkauntim bor deb maqtanib qo'ydilar. Lekin bu fake video, bunaqa akkaunt yo'q ekan, to'g'risi men o'zim ham qiziqdim. Men misol eng baland 100 levelli akkaunt ko'rganman. Unda balandi yo'q. To'g'risi. Demak, bu video fake. Bunaqa videolarga ishonmanglar. Prosta meni atmetga qilib qo'yganinglar uchun tekshirib ko'ryapman. Menga qiziq edi. Va unda keyingi videoni ko'rib chiqamiz. Men bu videoni qaranglar. Agarda bu bugni o'rganib olsak, arenada libo dushmanlarni yoki sheriklarni aldab arenaga olib kirsanglar, miyasiga перезагрузка berib qo'yasizlar. Nima uchun desanglar, mana qaranglar. Atigi bitta dona bug orqali mana shunaqa qaranglar, bu glazokka endi osonlikcha otsanglar bo'ladi. Libo dushmanlarga, sheriklarga bu vaqti ta'sir qiladi, qaranglar. Hozir tekshirib ko'ramiz, agarda o'xshasa vaqti zo'r bo'lardi. Davayda unda ortiqcha gap so'z kerak emas. Shigab. Mashinani yomoni keldi. Qarigacha men aytgan narsalarni qilmagan bo'lsangiz, shuni bitta like bosib, kanalimizga obuna bo'lib, qo'ng'iroqchani bosib qo'ying. Sizda qichbalo ketmaydi-yu, lekin bu menga katta motivatsiya bo'ladi. Davaydi. Mana ko'rishinglar mumkin, arenaga ham kira oldik. Birinchi qiladigan ishimiz bu, qo'limizga granata ushlashimiz kerak va granatani otamiz. Otgandan keyin qaranglar, 3 sekund qolganda perevizyon bitta bosasizlar. Xo'p, kutamiz. O'lgandan keyin mana glazokka oxirigacha tortib turishimiz kerak ekan. Xo'p, mana o'yin boshlandi. Yana bir marta perevizyonni bosamiz. Voy, mana buni qaranglar, bittada o'xshadi. Va menga aytinglar, qaysi nomerdan glazokchi mana shu qilib glazok otiladi. Mana qaranglar, agarda bu bugni o'rganib olsanglar, libo dushmanlarni yoki sheriklarni miyasiga перезагрузка bera olasizlar. Nimaga deganda, yoniga borib turib glazokni mashg'ulotda otsanglar, sizlarni cheaterga chiqarib oladi-yu. Qaranglar, bu video o'xshadi. Eng qiziq, bu bugdan chiqmoqchi bo'lsanglar, yana bir marta buni glazokka tegsanglar bo'ldi ekan. Sirazu chiqib ketar ekan, qaranglar. Ashi zo'r-a? Ashi zo'r. Xo'p. Unda bu video o'xshadi. Keyingi videoni tekshirib ko'ramiz. Undan oldin sizlarga yana bir marta eslatib o'taman. Agarda haligacha qimmatga yuz olib yurgan bo'lsangiz, yuzini begona qilmang. Poiska real ppmdagi meni kanalim chiqib keladi. Tezda kirib, yuzlarni olinglar. Har doimgidek bonus yuzlar qo'shib beramiz. Aytgancha, agarda adminga YouTubedan keldim deb yozsanglar, sizlarga arzon, ya'ni skidka ham qilib berishadi. Tak что bunaqa yuz ters O'zbekistonda yo'q. Vo, oldi bo'lgan Hadok seti o'yinga qaytibdi. Men videoda aytishim bo'yicha, shuni tekinga olsak bo'lar ekan. Xo'p, короче, men videoda aytishim bo'yicha Hadok o'yinga qaytibdi. Buni olsak bo'lar ekan. Hozir men sizlarga bitta narsani tushuntirib beraman. Da o'yinga Hadok seti qaytdi. To'g'ri eshitdinglar, faqat koreyskiy publikga hozircha globalga qaytgani yo'q, lekin ma'lumotlarga qaraganda globalga Hadok qaytishi kutilmoqda. Hozircha koreyskiy PUBG'da bor. Men hozir kirib ko'rsatib beray desam, men hozir koreyskiy PUBG tortishim kerak, lekin realniy PUBGga Hadok qaytgan. Bu koreyskiy server. Tak ko'rdinglar, bu video ham tak to'g'ri, qisman, chunki koreyskiy PUBGga Hadok kelgan. Ana do'stlar, ko'rishinglar mumkin. Bugungi videomiz ham o'z nihoyasiga yetdi. Sizlar bilan real PUBG bo'ldi. Agarda videomiz shu joygacha ko'rgan